Alfa qandaydir burchak. Qandaydir burchak. Shu ko'proq alfa o'tkichir burchak bo'ladi. Birinchi o'rayda burchakni olib oladi alfaga. Lekin o'tkichir burchak bo'lishi shart emas. Istagan burchak bo'lsa ham bo'laveradi. Va keltirish formulasi orqali uni imkon boricha birinchi burchakka, birinchi o'rakka bog'lab oladi. Bog'lab olsa keyin qanaqadir soddalashtirishlar qulay bo'lib, misol chiqishiga osonlik yaratib beradi. Endi bu keltirish formulalari misol 360 dan yuqori bo'lmasa ham keltirib olish mumkin. Qanaqa qiladi deydi? Sinus burchakdan minus alfa bo'lgan paytda burchakni tashlab olib, buni yozib qo'yadi deydi. Endi sinus burchakdan ayrilyapti degani qaytyapti degani. Va sinus burchakdan qo'shilsa, undan o'tyapti degani. Burchakdan ayrilsa qaytyapti degani, qo'shilsa o'tyapti degani. Hammasi shunaqa ahvol. Ayrilyaptimi? Demak, burchakdan qaytyapti degani, qo'shilyaptimi? O'tyapti degani. Demak, sinus burchakdan qaytsa ikkinchi o'ray bo'ladi, to'g'rimi? Demakda aylanadi. Burchakga borib turib qaytyapti. Ikkinchi o'rayda sinus o'zi musbatligidan plyusdan bo'ladi va buni tashlab olib burchakni. Buni o'zini yozib qo'yasiz burchakni. Sinus alfa faqat plyusdan sinus alfa bo'ladi. Endi bu ham hammasi shu ahvol. Burchakdan qaytyapti deysizda, tashlab olasiz buni. Kosinusda o'zi bo'ladi va ikkinchi o'rayda kosinus manfiylikdan minus kosinus bo'ladi. Tushunarli? Minus kosinus alfa bo'ladi. Bu ham tangens burchakdan minus alfa. Tangens alfa qilib yozaverasiz, faqat plus minus. Shunisi muammo. Demak, tangens mabodo ikkinchi o'rayga qaytsa, unda manfiy bo'ladi. To'g'rimi? Ikkinda tangens doim manfiy, katangens ham unda manfiy bo'ladi, tashlab yuboriladi. Bunda burchakdan o'tyapti ekan deysiz, bunda uchinchi o'ray bo'ladi. Uchinchi o'rayda sinus manfiy, kosinus ham manfiy bo'ladi, to'g'rimi? Tashlab yuboriladi, burchaklar hammasida sinus alfani o'zi bo'ladi. Faqat minusdanmi, plyusdanmi, shunisi muammo. Mana uni choragiga qarab turib, manfiy ekan, musbat ekan deysiz. Buni choragi buni sinusni musbat qilsa, musbat olinadi. Bu chorak sinusni manfiy qilsa, minus olinadi. Ko'pincha mana shu narsa nima qilinadi? Alfa birinchi o'ray bo'ladi. Birinchi o'raymi, o'tkir burchakmi, o'tmasmi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, burchakdan plyus bo'ldimi, buni tashlab olish kerak va sinus alfani o'zi bo'ladi, ishorasiga qarab qo'yaverasiz. Bundan o'tyaptimi, nima bo'lsa ham, mana shu alfa necha gradus bo'lishidan qat'iy nazar bundan o'tyapti ekan deysiz, uchinchi o'ray deyishga majbursiz. Tushundingizmi? Misol burchakdan plyus 110 bo'lishi ham mumkin-da. Burchakdan plyus 110 bo'lsa, endi bu burchakdan 110 qo'shilyapti ekan, bu 4-o'ray ekan deyilmaydi. Burchakdan qo'shilyaptimi? 3 ekan deyverasiz. Necha qo'shilishidan qat'iy nazar. Tushunarlimi? Necha qo'shilishidan qat'iy nazar, burchakdan qo'shilyapti ekan 110, 150 qizig'i yo'q. Baribir necha bo'lsa ham burchakdan o'tyapti, o'tib 3-o'ray bo'ladi deysiz. Shuning uchun sinus burchakdan plyus alfa, 3-o'rayda sinus manfiy ekanda minusdan sinus alfa bo'ladi. Kosinus ham burchakdan o'tsa 3-o'ray, unda minusdan bo'ladi. Minus kosinus alfa bo'ladi. Tangens ham xuddi shunaqa. Faqat tangens 3-o'rayda musbat, plyusdan tangens alfa. Tashlab yuboriladi burchakdan, tangens alfani o'zi qoladi, 3-o'rayda plyusdan bo'ladi. Katangens mashinada 3-o'ray, bunda 3-o'rayda katangens ham musbat, katangens alfa bo'ladi. Tashlab yuboriladi. Katangens plyusdan alfa bo'ladi. Endi 360 dan qaytyapti. To'g'rimi? 360 dan qaytsa qaysi o'ray? 360 ga borib turib qaytdi. Bu 4-o'ray. 4-o'rayda sinus manfiy bo'ladi, minus sinus alfa tashlab yuboriladi. Hammasi bunda sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa yozib ketilaveradi. Faqat endi choragiga qarab ishorasi to'g'ri qo'yiladi. Hop, 4-o'rayda sinus manfiy, minus sinus alfa bo'ladi. 4-o'rayda kosinus musbat, shuning uchun plyusdan bo'lyapti kosinus. To'g'rimi? Qolgani hammasi manfiy 4-o'rayda. Qaytyaptimi 4-o'ray? Bu ham manfiy, katangens ham manfiy. Hop, endi 4-o'ray bo'ladi, ayrilsa, qo'shilsa-chi? Qo'shilsa u 1-o'ray degani. 360 ga borib turib yana qo'shilyapti, yana o'tyapti degani, to'g'rimi? O'tsa, demak 1-o'ray bo'ladi, plyusdan bo'ladi. 1-o'rayda sinus hammasi musbat bo'ladi o'zi 1-o'rayda. Sinus ham, kosinus ham musbat, tangens ham musbat degani. Tashlab yuboriladi bunda ham. Sinus alfani o'zi qoladi. 1-o'rayda hammasi musbatligidan kosinus alfa, tangens alfa, katangens alfa hammasi musbat bo'lyapti. Xo'p. Endi ana keyingisi nomi o'zgaradiganlar qolyapti. Xo'p, bitta narsa bor. Oxirida gaplashamiz bu narsani. 90 minus alfa. Agar 90 dan va 270 dan o'tsa qaytsa nomi o'zgaradi deyilgan, to'g'rimi? 90 dan va 270 dan qaytsa nomi o'zgaradi. O'tsa ham o'zgaradi, qaytsa ham o'zgaradi 90 dan. Qaysiga sherigiga o'zgaradi.
sinus sherigi kosinus, kosinus sherigi sinus bo'ladi. Tangens sherigi katangens sherigi tangens bo'ladi. To'g'rimi? Demak, o'sha 90 dan va 270 dan o'tsa, qaytsa doim nom o'zgaradi. Ayrilyapti degani qaytyapti degani, qo'shilyapti degani o'tyapti degani. Buni ham xuddi shunaqa. Monini singadi. Va sinus 90 minus alfa 90 dan qaytyapti ekan. To'g'rimi? Sherigi o'zgaradi kosinusga. Kosinus alfa tashlab yuboriladi ular hammasi. O'sha sherigi bilan alfani yozib qo'yamiz. Kosinus alfa. Endi bu 90 dan qaytsa qaysi chorak? 90 dan qaytsa birinchi chorak, to'g'rimi? 90 ga borib qaytyapti, birda qolyapti ekan deysiz-da, birinchi chorakda kosinus plyusdan bo'ladi. Ya'ni mana sinus musbatligidan plyusdan bo'ladi. Kosinus 90 minus bunda ham birinchi chorakda kosinus musbatligidan plyusdan bo'ladi. Tashlab yuboriladi, nomi sherigiga o'zgardi sinusga. Bunda ham tashlab yuboriladi. Tangens sherigi katangensga o'zgardi. Birinchi chorakda tangens musbatligi plyusdan katangens alfa bo'ladi. Bunda ham sherigiga o'zgardi tangens alfa. Yani 90 plyus deganda 90 ni o'tyapti ekanmiz. 90 ga borib yana o'tdi ikkinchi chorak. Ikkinchi chorakda hop sinus musbat mana sinus 90 dan o'tyapti. Sherigiga o'zgaradi lekin kosinus faqat musbatligidan plyusdan kosinus alfa. Kosinus bo'lsa 90 dan o'tsa ikkinchi chorak minusdan bo'ladi. Minus qo'yildi. Nomi sherigiga sinusga o'zgardi. Sinus alfa tashlab yuboriladi qolgan 90 lar hammasi. Tangens ham sherigiga o'zgardi katangens alfa. Ikkinchi chorakda tangens manfiyligidan minusdan katangens olyapti. Katangens 90 dan o'tsa sherigiga o'zgardi tangens alfaga. Katangens 2 da bu ham manfiy minusdan tangens alfa bo'lyapti. Demak, mana 270 dan o'tsa qaytsa nomi o'zgaradi deyapmiz. 270 dan qaytyapti. 270 ga borib qaytsa 3-chorak. 3-chorakda nimalar musbat, nimalar manfiy? 3-chorakda musbat. Sinus kosinus manfiy bo'ladi to'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun mana 270 dan qaytsa nom o'zgarishi aniq sherigiga, lekin sinus musbat manfiymi? Manfiy ekan, minus qo'yyapti. Sherigiga nomini o'zgartirib alfa bilan yozib qo'yapti. Bu ham kosinus 270 minus alfa. Kosinus 270 dan qaytyapti deysiz-da, nomini o'zgartirib, sherigiga o'zgartirib sinus alfa bilan yozaverasiz. U 3-chorakda manfiy ekan, minusdan qilib olasiz. Tangens 270 minus alfa. Bular sherigiga o'zgaradi, katangensga o'zgaradi, lekin 3-chorakda ikkovsi ham musbatligidan sherigiga o'zgardi va alfa bilan yozib plyusdan bo'ladi. Bu ham plyusdan bo'ladi. Sherigiga katangens tangensga o'zgardi. Endi 270 dan o'tsa, 270 ga borib yana o'tdi. Bu endi 4-chorak. To'g'rimi? 4-chorakda xo'p, faqat kosinus musbat xolos. To'g'rimi? Mana kosinus 4-chorakda musbatligidan plyusdan bo'ladi. 270 dan o'tsa sherigiga o'zgardi sinusga. Alfa bilan yozib ketaverasiz. Tashlab yuborasiz 270 dan hammasini. Shunaqa qilib olish mumkin. Hop, sinus 270 dan o'tsa 4-chorak manfiy minusdan sherigiga kosinusga o'zgarib alfa bilan yozib ketyapti. Tangens ham 270 dan o'tsa manfiy minusdan katangensga o'zgardi sherigiga alfa bilan yozyapti. Katangens 270 plyus alfa 4-chorak minusdan bo'ladi bu ham. Tangens alfa bo'ladi. Endi umumiy tushuncha hop, ko'ryapsiz, 180 va 360 dan o'tsa qaysi nom o'zgarmayapti. O'zi qolyapti, to'g'rimi? Sinus 180 dan qaytsa hammasi 180 dan qaytsa ham, o'tsa ham nomi o'zgargani yo'q. 360 dan ham xuddi shunday qaytsa ham, o'tsa ham nomi o'zgargani yo'q. Endi aynan 180 bo'lishi ham, 360 bo'lishi ham muhim emas bu yerda. Demak, 180 metdamidi? Shet 180, to'g'rimi? Met, endi aynan 360 degani. 360 180 bo'lishi shart emas. Shetdan o'tsa qaytsa bo'ldi, nom o'zgarmaydi. 180 bo'lishi shart emas. Shetdan o'tsa qaytsa nom o'zgarmaydi. 540 bo'lsa mayt 540 ni ana pi 2pi, mana pi 2pi 3pi. 3pi 540 gradus yani. Bularni pi ga taqsim 2, pi qilib 2pi qilib olishi ham mumkin. Men endi 360 son bilan olyapman, radianni olishi ham 3pi taqsim 2, 2pi qilib. Aynan shet 180 ham 540. To'g'rimi? 540 ga yana 180 necha bo'ladi? Yo'q, 360 qo'shaylik 540 ga 900 ekan, to'g'rimi? 900. Bet 180 ham, 540 ham, 900 ham, minus ham 180 ham farqi yo'q. Necha bo'lishidan qat'iy nazar chetdan o'tsa qaysi nomi o'zgarmaydi. Mana sinus qoladi, kosinus qoladi hammasida. Va bu yerdan ham 360 dan o'tsa qaysi nomi o'zgarmaydi. 360 bo'lishi ham shart emas, 700 ga bo'lishi ham mumkin. To'g'rimi? 180 bo'lishi ham mumkin mana shu. 180 dan 700 ga aynan shet bo'lsa, chetdan o'tsa qaysi nomi o'zgarmaydi. Qayerda o'zgaradi nomi desa, mana yerdan va metdan o'tsa qaysi nomi o'zgaradi. Bet pi taqsim 2 bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi?
Men 3 pi taqsim 2 midi? 3 pi taqsim. Yo, men 5 pi taqsim 2 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 5 pi taqsim 2 ham, demak 5 pi taqsim 2 dan o'tsa ham qaytsa nomi o'zgaradi. Bu yerda yozishimiz mumkin. Hop. Sinus hop 7 pi taqsim 2 minus alfa. 7 pi taqsim 2 qayt? 3,5 pi, to'g'rimi? 3,5 7 pi taqsim 2 3,5 pi. 3,5 pi mana pi 2 pi 3 pi 3,5 pi. Shu ekan. Chetdan ayrilyapti, qaytyapti ekan. Chetdan o'tsa qaysi nomi o'zgaradi nimaga? Sherigiga o'zgaradi. Sherigini yozasiz, buni yozasiz. Endi qaysi chorak deb ishorani qo'yib berasiz. Musbat bo'lsa qo'ymaysiz minusni, manfiy bo'lsa minus qo'yib berasiz. Qaytsa nomi o'zgaradi, to'g'ri. Lekin ishorasi qaysi? Qaysi chorak? Uchinchi chorakda sinus minusdan bo'lar ekanda yozishingiz kerak. Doim chap tomonga qaraysiz, bunga qaraysiz, bunga qaramaysiz hech qachon. Buni qaysi chorakda bo'lishligi muhim emas. Faqat doim chap tomonga qarab turib, o'sha chorakda buni chorasi, sinus chorasi deysiz. O'sha chorakda tangens chorasi deysiz, kosinus chorasi deysiz. Bunga umuman qaramaysiz. Chorakga qaratib, bunda mana nima? Musbat yoki manfiy. Tushundingizmi? Demak, uchinchi chorakda bu sinus, bunga qaraganim yo'q. Sinus manfiy ekanda minus qo'yasiz. Minus tashlab yuboriladi, kosinus alfa bo'ladi. Chunki bundan o'tsa qaysi nom o'zgaradi. Endi metdan o'tyapti, qaytyapti, nom o'zgarmaydi. Mana misol uchun tangens 4 pi minus alfa. 4 pi minus alfa. 4 pi qayt? 4 pi şey. Mana 2 pi 4 pi. Ikkita aylandi-da, to'g'rimi? 4 pi dan qaytyapti, orqaga qaytdi. Qaysi chorak? 4-chorak. 4-chorakda tangens nima? Manfiy bo'ladi. Manfiy. 4 pi dan chetdan qaytsa nomi o'zgarmaydi. O'zi qoladi, tangens qoladi. Tangens nima? Tangens alfa bo'ladi. Mana nima bo'lsa o'shani olib qolish kerak. 2 alfami, 5 alfami, 7 alfami qizig'i yo'q. 60 mi, 1000 mi, 90 mi o'shani bitta yo'lga yozish kerak. Faqat mana tomon tashlab qo'yish kerak. Ya'ni mana u chegaralarni ifodalovchi gradusni tashlab yuborasiz xolos. To'g'rimi? Tashlab yuborasiz, mana tomonda qoladi. Ag'ani qoidaga to'g'rilab turib yozishingiz kerak. Ishorasi minusdanmi, nomi qanaqa to'g'rilab yozishingiz kerak. Mana shu keltirish formulalari. Bu nimaga kerak? Mana hozir keltirib ko'ramiz. Xo'p. Sinus 290. Shuni endi jadvalda qiymati yo'q. Shu keltirish formulasini topib olish mumkin, to'g'rimi? 290 ni hop biz yozib olishimiz mumkin. Sinus 290 degani sinus 360 minus 30 degani. To'g'rimi? 360 minus 30 degani ham. 360 dan o'tsa nomi o'zgarmaydi, sinus qoladi. 360 o'tganligidan choragi birinchi chorak plyusdan bo'ladi. 360 dan o'tsa qaysi nomi hech qachon o'zgarmaydi, sinus qoldi. Tashlab yuborasiz, sinus 30 ga yozib ketaveradi. Demak, sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ekanda deyishingiz mumkin. Ya'ni 390 ni yozib olish ham mumkin. 450 minus 60 qilib yozib olish ham mumkin. 450 dan qaytsa ham, o'tsa ham nomi o'zgaradi deysizda. Kosinus bo'ladi. Nomi 450 dan qaytyapti, sherigiga kosinusga o'zgardi deysizda. 60 olib olishingiz kerak. 450 minus 60, 450 tashlab olinadi, 60 ni olib qolinadi, kosinus 60 bo'ladi. 450 dan qaytayotganlikdan birinchi chorakda bu sinus musbatdan plyusdan olinadi. Kosinus 60 ham nima degani baribir 1 taqsim 2 degani. Keltirish formulalari hech qaysi bir-birini inkor qilmaydi. Hammasi 100% to'g'ri. Faqat yaxshilab qoida bilan to'g'ri qo'llansa, muammolik joyi yo'q. Ya'ni sinus kosinus tangensni ichidan minus olib chiqish mumkinmi? Olib chiqish mumkin emasmi? Sinusdan minus oldiga chiqaveradi bemalol. Minus qilaverasiz. Kosinusdan oldiga chiqmaydi minus. Tashlab yuborasiz kosinusdan. Minus bo'lsa tashlab yuborib yozaverasiz. Oldiga hech qachon chiqmaydi kosinusdan. Shu esdan chiqmasin. Yo'q bo'lsa minusni yozib olish ham mumkin. Yozib olsangiz ham teng bo'laveradi baribir. Bo'lsa tashlab yuborish ham mumkin minusni. Qolganidan lekin oldiga chiqadi. Qolganidan oldiga chiqadi minusdan. Minusdan katangens alfa. Demak, sinus tangens katangens ostida minus bo'lsa, oldiga chiqadi. Faqat kosinusda minus bo'lsa, oldiga chiqmaydi xolos. Tushundingizmi? Tashlab yuborish mumkin. Nimaga shunaqa? Shuni gaplashamiz. Mana shu kosinusdan nimaga oldiga chiqmaydi? Misol uchun kosinus minus 60 bilan kosinus 60 bir xilmi qiymati? Tengmi?
Shuni isbotlaymiz. Mabodo kosinus 60 gradus, to'g'rimi? 60 gradusda o'zi qayerda joylashgan ko'rinishi desak, demak mana shu radiusda 1 nuqtadan plus 60 gradus bo'ylab musbat yo'nalish bo'yicha burishimiz kerak. Bursa keladi menga, to'g'rimi? Keladi. Demak 60 gradus mana shu. 60 gradus kosinusi shu radiusdagi nuqtasini absissasiga aytiladi. To'g'rimi? Absissasiga aytiladi. Endi minus 60 chi minus 60. Minus 60 soat strelkasi bo'ylab yurish kerak. Bo'ylab yursak qayerga keladi? Mana shu ketib keladi. Mana minus 60 gradus yurdik, soat strelkasi bo'ylab metal nima degani? 60 gradus degani. Faqat minusdan bo'ladi. Soat strelkasi bo'ylab yurganligimizda minus 60 gradus bo'lyapti. Endi mana shu minus 60 kosinusi ni bilish uchun shu radiusda aylanadagi nuqtasini absissasi, to'g'rimi? Absissasi tag'in nima? 0 tomonda bo'lganligidan musbat bo'lyapti. Ya'ni bu bilan bu qiymati haqiqatan nima? Bir xil bo'lyaptimi? Bir xil bo'lyapti. Shuning uchun kosinusda oldiga chiqmaydi. Manfiy bo'lsa ham, musbat bo'lsa ham qiymati bir xil bo'laveradi. Yana olaylik, masalan, kosinus minus 120 bilan kosinus 120 ham teng. O'z kosinus 120 120 ikkinchi ishoradi. Nima bo'ladi? Ikkinchi ishorada manfiy bo'ladi. Nega shunday ham qiymati bir xil bo'ladi. Mana ko'raylik 120 gradus. Soat strelkasiga qarama-qarshi yuradigan bo'lsak, 120 gradus. Keladi mana shu yerga. Mana shu burchakni 120 ni kosinusi bilish uchun yana absisiyaga borasizmi? Absisiyaga borasiz. Endi minus 120 chi? Minus 120 ni bilish uchun soat strelkasi bo'ylab 120 gradusga burishimiz kerak mana shu nuqtani, to'g'rimi? Bursak qayerga keladi? Mana shu keladi. Keldi. Mana shu joy minusdan 120 gradus. Shu minus 120 gradusda kosinusni bilish uchun yana mana shu radiusdagi nuqtasini absissasiga aytiladi. Bilish uchun absissiyaga borasiz. Borsiz haqiqatda qiymati nima ekan bu bilan? Ustimiz tushyapti qiymati. Chunki absissasi radiusda aylanadagi nuqtasini x ga aytiladi. Absissasiga aytiladi. Bilish uchun absissiyaga borish. Borsiz bu bilan ustimiz tushyapti qiymati bir xil ekanmi? Bir xil. Demak, shuning uchun kosinusda tashavorlaveradi minus. Yo'q bo'lsa yozib olish ham mumkin minus hatto. Qolganlarida oldiga chiqadi. Faqat shundagina oldiga chiqmaydi.